Bugun viloyat asosiy bayram tadbiri boshlandi ertalab soat 9 da. Karnaysonday savdolari ostida butun xalqimizni kutib oldik. Bu yerda san'at ahli o'zini kuy qo'shiqlarini xalqimizga ijro etib beryapti. Muhtasham o'sha Termiz shahrida o'zini 33 gektar maydonda yashil huddi bilan mashhur san'at saroyida bugungi Surxondaryo viloyatining asosiy Navro'z bayrami tadbirlarini boshladik. Mana bugun butun viloyatimiz bo'ylab hamma 60 ga yaqin folklor jamoalarimiz bor. U folklor jamoalarimiz o'zlarining chiqishlari bilan kelishdi. Folklor jamoalarining o'zlarini konkurslari bo'lyapti. Bu yerda qimmatbaho sovg'alar tashkil qilingan. Qolaversa, xalq o'yinlari, dorbozlarimiz, arqon tortish, etno sport tadbirlari tashkil qilingan. Viloyat birinchiligi bo'lib o'tyapti. Mana shu yerda biz o'sha Navro'z bayramiga rejalashtirdik. Sport va etno sport tadbirlarini final jarayoni mana shu san'at saroyida o'tkazish rejalashtirgan etno sport tadbirlarini bugun mana qizg'in bo'lib musobaqalar bo'lyapti, boshlandi. Bundan tashqari o'zimizni o'sha xalq og'zaki ijodi, xalq amaliy san'ati, rassomlarimiz kelgan o'zining ko'rgazmalari bilan Ro'zi Choriyev nomidagi rassomchilik maktabimizni san'at ahli kelgan, bu yerda o'zini san'at namunalarini ko'rsatyapti. Bu yerda uni savdolari tashkil qilingan, auksionlari tashkil qilingan. Xuddi shuningdek, san'atkorlarimiz kelgan Toshkent shahridan, ular o'zlarini bugun obeddan keyingi dasturlarda san'at saroyining asosiy sahnasida chiqishlarni qiladi. Xalqimizga shu yerda o'zini kuy qo'shiqlarini ijro etishadi. Bundan tashqari asosiy bayram tadbirlarimiz kechqurun soat 5 dan boshlanadi, 7 gacha davom etadi. Xuddi shuningdek, milliy taomlar ko'rgazmasini tashkil qilganmiz. Har bir tumanda o'zida, misol Termiz shahrida o'zining somsalari bilan mashhur, Denov shahri oshi bilan mashhur, Sho'rchi o'zini jizlari bilan, hammasi o'zini, misol uchun Sherobod tumani o'zini juda shirin mantilar bilan mashhur. Eng zo'r povurlarimiz, oshpazlarimiz o'zini eng shirin taomlarni tayyorlash uchun bel bog'lagan. Bu yerda kun davomida xalqimizga o'zi butun viloyatimiz bo'ylab eng mashhur oshpazlarimiz osh pishirishadi, milliy taomlar pishirishadi. Xuddi shuningdek, ertaga tadbirlarimiz davom etadi. Ertaga ko'pkari tadbirlar bo'ladi. Bu ko'pkarisiz Surxondaryo Navro'z emas, kurashsiz milliy kurashimiz Sherobod tumanida bo'ladi. Ko'pkarimiz Jarqo'rg'on tumanida So'pka hududida bo'ladi. Bu yerda ham qimmatbaho sovg'alar tashkil qilingan ijodiy jamoamiz tomonidan. Barcha yaxshi kayfiyatda xalqimiz o'zi shu erta bahor kutadi Navro'z bo'lishini. Qolaversa, butun haligi viloyat ahlini Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Kelayotgan ishlarimizga muvaffaqiyat barchamizni, hammani oilasida tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin har doim. Denov TV yangi tashkil topgan telekanal. Bu o'ylayman shu Navro'zga tuhfa bo'ldi. Biz xalqimiz uchun viloyatda mana 3 ta televideniya bo'ldi. Ishonch Surxondaryo telekanallari faoliyat yuritardi. Mana siz 3-chi qo'shildingiz. Bu rivojlanishimizni bir mezoni deb o'ylayman. Ochiqlik siyosati, jurnalistlarimizga yaratilayotgan qulayliklar, imkoniyatlar deb o'ylayman. Televideniyani ishlariga muvaffaqiyat tilayman. So'nggi yillarda muhtaram yurtboshimiz tomonidan yurtimizda barcha sohalarda keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan bizning Denov tumanimizda ham barcha sohalarda qurilish, aholini farovonligini, turmush tarzini oshirish masalasida ham ko'pgina ijobiy ishlar amalga oshirildi. Kuni kecha Denov tumanida Qizilsuv daryosi bo'yida yoshlar sayilgohi juda katta yangiliklar bilan foydalanishga topshirildi. Bu esa tumanimizda nafaqat yoshlarni, balki tashrif buyuruvchi barcha aholi, turistlarning ham maroqli dam olishlari uchun juda yaxshi bir maskan sifatida xalqimizni xursand qilyapti. Mana bugun Surxondaryo viloyati asosiy bayram tadbirlari davom etmoqda. To'yga to'yona bilan Denov tumani ham o'zini folklor jamoalari, milliy xalq o'yinlari, milliy qadriyatlari, qolaversa o'zini milliy taomlari bilan mazkur bayram tadbirida faol ishtirok etishmoqda.
Sizlarni hammalaringizni yurtimizda davom etayotgan yangilanish, yasharish bayrami bo'lgan Navro'z bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Avvalambor assalomu alaykum. Barchani bayram bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Navro'zi ayyom barchaga muborak bo'lsin. Biz ushbu kungi saylga Muzrabot tumanidan tashrif buyurdik. Soch o'rish sharti bizni tumanga qo'yilgan. Shunga qizchalarning sochini jamalak o'rish, maydalab o'rish nimasi qizlarimizga o'rnak bo'lish, urf-odatlar milliyligimizni saqlab qolish maqsadida tashrif buyurganmiz. Jamalaklar nimani qilish, shular haqida ham gapiring. ipakdan uchlariga mo'yinchoqlar bilan 3 qavat 4 qavat bo'lib, bu rang berish uchun iplarimizdan shakllar berishgan. Xuddi soch o'rimiday o'rib boshlagandan keyin qo'shib buni o'rib ketishadi. Ham chiroyli milliyligimiz, ham sochni yana ham uzunroq ko'rsatadi. Chiroyli bo'lgani uchun bayram shukuhi juda ham yaxshi. Hamma kelgan, rasmlarga tushgan bar milliylik, atlasimiz, milliy kiyimlarda bo'lsa hammani kayfiyatiga yaxshi ta'sir qiladi. Bu o'zimizga ham sezilib turibdi. Yana bir bor hammani bayram bilan tabriklaymiz. Yurtimiz bo'ylab bayram shukuhi kezmoqda. Barcha vohamiz ahlini yangilanish hamda yasharish bayrami bo'lmish Navro'zi ayyom bilan muborakbod etaman. Bugungi mana bayramimizda yanada ko'tarinki kayfiyatda o'tkazish maqsadida Termiz shahar hokimligi oila va xotin-qizlar bo'limiga qarashli mahalla, Termiz shahridagi 37 ta mahallalarning barcha xotin-qiz faollari bugungi mana shu tadbirimizda beshik allalari hamda laparlar bilan chiqmoqdalar. Yana bahor keldi, yana olamda ajib bir go'zallik, ajib bir bayot. Men seni qutlayman shu ulug' damda, ulug' yelkadoshim, muzaffar hayot.